Odamni ajratasizlarda, bu kambag'al, bu boyvachcha, bu mansabda ishlaydi, bu ish qayerda ishlamaydi, yo bu nogiron, yo bu faloncha deb odamni sizlar ajratasizlarda. Shunga qarab turib bir xillarga e'tiborsizroq bo'lasizlar. Deysizlar, gapiraveradi deysizlar, tamom. Agar bir yuqoridan kimdir farzandi yo jiyani bo'lsa, telefon qilsa, unga alohida e'tiborni qaratasizlar. Eng katta xatolaringiz mana shu yerda. Hech kimdan farqi yo'q. Hamma shu o'tirganlar ham mana shu hamma bir xil odam, hamma inson, tamom bo'ldi. Bilmaysizlar-ku, o'sha kelgan, murojaat qilgan odam kimligini sizlar bilmaysizlar-ku hali. Aytadi-ku ana, balkim Xizrdir o'sha. Sizlar yo'q deb o'tiribsizlar byurokratlar. 50 marta aytganman sizlarga. Eshiklaringizni bitta odam taqillatib, agar kelsa, ish so'raydimi, muammo qiladimi, e'tiroz qiladimi? Nima farqi bor uni? Keldimi? Xursand bo'linglar, eshiklaringizni taqillatib kimdir sizdan so'rabdi, faqat kerak ekansizlar. Kerak degani bu tirik deganda, qo'pol qilib aytganda. Xudo asrasin kerak bo'lmay qolishdan. Hech kim so'ramay qo'yishdan. Bittasini ham qoldirmasdan har bittasini birma-bir ko'raman men. Har bitta sayyor qabul bo'ladimi, boshqa keladimi murojaatchi, hammasi birortasi chetda qolmasligi kerak. Bo'ladigan bo'lsa bo'ladigan qilgan. Qo'llaringizdan kelmasa aytinglar qila olmayman degan. Har bir shikoyat ortida aniq bir inson muammosi turadi. Bizning vazifamiz statistikani yopish emas, balki odamlarga real yordam berish. Agar masalani joyida hal qilish mumkin bo'lsa, u joyida hal qilinishi shart. Natija uchun mas'ul rahbarlar shaxsan javobgar deya ta'kidladi Adiz Boboyev.